Qanday Mavludga? Ya yaxshi. Jada yo'q, bosh qaraysan-ku, boshida. Ya bosh qarmidi, aynak qaraganda ko'zim turibdi. Ha, mana qarab o'zimni ko'ryapman. O'zim chetini o'shatdi sen qarab. Xiyollar. Chechang yana ozroq kayniga tushib ketib pil tizdigan qilyapti. Sen pil tizib qo'ysan, ayollarning qishi o'zing borsan. Programmadan bo'lib ketib, chechi bilan ko'rinmay qolib. Aynaklik qilib olsanglar bosh to'yanchangni qo'ldi ekan. Bishayli. Mavlud kamni bir kuni uydagilar Mavlud tapib, ha desa, qo'yig'ingiz degidek. Qo'ying. Ko'z aynakni kayinchilab taqib. Xiyolimni ko'rib oldim. Ha, xiyolingizni ko'rib oldim deyman. Ziyoli ko'rnima deb qasdan yo'lg'izgan chashqo bu. Bo'lmasa, bu shunda artist yoki bir etot g'amdir bilan tushirgansiz Odilkamning chechi tushib ketsa bo'ladi. Odilkamning kaynining chechi oldi kelib olib beribdi. Ha, chash degan tushunib mana. Bu 50 kiraydigan odamlar. Siz 40 kirgansiz? Voy, men Odilkamdan cho'g'man. Ha, bu kali Oshida deb turmsan. Dadasi bilan 1 yosh farq qildi emas. Mavludkam tug'ilib, endi kalendar kashf bo'pti emas. Nim desak oldu ki. Akana dopunu kiyme oturayım. O adam yazsı mı sağmaydı o dopunu? Sevesem çüşüm kaçıdı ki adam. Kapta aka gam qilmangmış. Mehmonning men chiqish iltifatini chashmi chiqdi. Shu aşıdak bo'larmikin deb mehmondan ayrilanmadik. Agar chiqmay qilib qolsa, jadaqda. Ammo mush satrashqanlar kirsangizmi yerim baho olamdi. Aka qimmat olibdi ya. 5 yondan chosh izlashyapti. Qiyinlik ketdi emasmi? Ba'zida ochiq keldi, 3 oyda bir kirsam, hammasi seningdek bo'lsa satrashsa jon boqolmaydi deb. Ya bu satrashga kirsalaqa chosh olamiz deb beni o'sin tuzaydi. Ben kirsam teatrotda qizib oldi texi. Oradan yasıqdak. Vallahi ben. Oldin yasıqdak chosh olmagan ekan. Machatlik akimiz o'zgitayimning to'qolari gaqildiq adam shu-ku. To'ydigan bir kun qolganda to'qollarga ro'yi tasalli berdi. Ama o'zgitamdi-ku mayga tushsizlar, o'ldirsizlar. Qizi qisqanda qilatinglar. Sizlarcha shu mehmonning ishi bilan kelganmi? Shundaymi? Ya miyadma programmani o'tkazmishdan ketib boramda deyman. Mudirmay o'tirdi. Uning o'ziga Abdug'ani akam chavak ko'ginib ketdi. Voy, birisi tugab qopti, chavak. Chavak. Ko'chab chiqdi, ma'noda qil chavak. Uyga pediklar tamoq pishdi, tamoq yedingiz, chavak. Bunda tinib, xo'jal g'oram erkak azada o'tiravering, ha? Yo'q adam bo'g'achqa men oksiga yetishmadi. Chavak. Men qilig'imga da'vat edim, bilgan bo'lsam yonchi bilan kelardim. Asavirdan kama qizil do'ppilar bilan doktorxona mashinasida ko'p ketdi. Onada cho'gan bizdan jo'ziq viyo. Hozir tiniqva mehmonim o'tiribsizlar. Dakcha jiddiy kelibdi. Qanday Abdug'ofur apandi? 2 pullik bilan may bilan odamni ag'javar qildingiz. Davası sinchaypul program. Ha, sinchaypul. Suzluq qo'li emasmi? Qo'li qo'ya. Shu. Qaynay romkon ostida deb avval romkon surishti qilinglar. Og'zingizni ichiga bo'ldi. Bir cho'gin chay bilan kirib ketib o'kishgil qo'yib chiqabsiz. Kichigildimi? Ko'rni to'shqizibmi? Navat salom sizlar. Ya Navat sanmaydi, akti do'qaytgan. Bu atiyaz mazgili Navatni cho'kib jipini ishiltirdim hala. Nagnak tushadimiz debchi, cho'ng odamlar jipqa bak pishiq mana. Mushinchilik jip tepas akti emasmi? Ha, kayindikilar diqqat qilingizmi, popaykonlar cho'kib moyoq taqib. Sonra popay koyar, jutqıçı tügümey ona.
Navat bilan menga bir qilib xiyolingni tong'yurgan qilasan. Endi bulan shu mana 60-70 kiraydigan bir kuldirib qo'ymasak, bo'lmaychi, bu ham chavakmi shunday yig'ir keldi. Hayoti chamigan chavakni chivit qoldirdi. O'z dedi cho'ng odamcha ikki qo'lam mush vaqt birga kiyib boqmagan deydi. Bu tunji qitimga birga kelsa. Sizlar deyman, men taraqqiy qilib joyizlarda qilmasanglar. Bizlar tundan mashinaning kayniga bog'lab olsak, 92 kilikni ishchamsizlar. Rahmat. Kiyimlaylash o bir güzellik yaratish jarayoni. Kibosh bu güzellikka astoydil muomala qiluvchi. Shanxay Kibosh loyihasining bosh mas'uli tonilgan kiyimlayligimiz Qalbinurning yangi loyiha asarlari diyorimizga yetib keldi. Kibosh kiyimlarga real do'kon va tor savdogarlardan mal sotib turdi. Telefon 180 409 00099. Undidar izlash nomeri Kibosh 5. Undidardan Kibosh 5 ni izlab qo'shib olib, do'koningizga zavod bosida mal kirgiza olasiz. Undidarda zakaz qabul qila olasiz. Shanxay Kibosh loyihasi.